Hurmatli tadbirkorlar, bugungi kunda banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning masalalarini hal qilib, kelgusida ish o'rinlari yaratishga ko'mak berish vazifasi yuklatilgan. Ularning natijasida bizlar sizlarga hozir bir o'zimizdagi kredit turlari haqida bir ozgina tushuncha bermoqchiman. Bu bo'yicha yuridik tashkilotlarimizga 312-qaror bo'yicha 100 milliongacha bezalog, 300 milliongacha zalog bilan kredit ajratmoqdamiz. Ayol kishilarga bo'lsa bu 22% bo'lsa biz tumanda, ayol kishilarga bo'lsa 20%. Bundan tashqari 50 milliongacha o'zini-o'zi band qilganlarga mahalla loyihasi bor. Bu yerda mahalla loyihasida bugungi kunda mahalla bankiri joriy qilingan. O'sha mahalla bankirining tavsiyanomasi asosida 50 milliongacha mikroqarz ajratilmoqda. Ya'ni bunda ham 25% 5 yil muddatga 2 yillik imtiyoz davri bilan. Bundan tashqari biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor.